Bugun Makrodan 1 millionlik bozor qilamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Makrodan bozor qilganim barakalimi yoki bozordanmi? Albatta, otang bozor, onang bozorda bekorga yetishmaydi. Albatta, bozorga borganingizda talashib, tortib, o'zingiz aytgan narxingizda olasizlar. Lekin masalaga juda ham zo'r yangilik bilan keldim. Makro do'konlari kuz-qish mavsumi bo'lganligi uchun juda ham katta skidkalar bilan sizlarni kutmoqda. Ko'zim bilan ko'rib, bu narsaga hayron qoldim hozir. Makro do'konlarida 90% narsalar aksiya narxlariga tushibdi. To'g'risini aytaman, yoshlik paytimda makro do'konlarini juda ham qimmat, ya'ni boyvachchalarning do'koni deb o'ylaganman. Menimcha sizlar ham hozir ham shunaqa deb o'ylaysizlar. Ko'zingizlar bilan ko'rmaguningizcha ishonmaysizlar, albatta makro do'konlarini Lyubboy filialiga kelinglar. Bu yoqda juda ham zo'r aksiyalar bo'layotgan ekan. Sushi xo'rlar, shodam sizlar gillarni qattiq mushab olinglar. Shu McCoffee qimmat sutlarimizda bir aksiyaga tushdi. Optim do'konlarda ham shu choynaklar 34 ming bo'lmasa kerak. Ketibdi tomat islam hammasi aksiya narxlarida. Albatta makro do'konlarga kirganingizda oq va sariq tenniklarga ko'zinglar tushadi. Sariq tennikda yozilganlar hammasi aksiya narxlarida belgilab qo'yilgan. Albatta go'sht umuman uyda ortiqchalik qilmaydi dedim-da, 1 kilo go'sht oldim, yoniga 1 litrli miltr yog'idan qo'shib berishdi. Ana endi men boyvachchaman deya olaman, chunki makro do'konlarida bunchalik narxlar arzonligini bilmasinglar. Ko'rdinglarmi? Videoni bekorga ko'rmagansizlar. Men sizlarga boy bo'lish sirini tekkinga o'rgatib ketyapman. Plus men App Store'dan makro предложениясini ulab oldim va o'zimga 3% hatchbackini ham tushirib oldim. 1 millionlik xarajat qildim va nakopitelniga nech pul tushdi deb o'ylaysizlar?